ajratish jarayoniga biz ham yetib keldik. Menimcha bu jarayon har bitta ona bolani o'rtasida bo'ladi. Qizim ozgina injulik qiluvdi. Chalg'itish uchun To'ti bolalar magaziniga tashrif buyurdik. Qizimni ko'rsatib уже xursand bo'ldi. Kirishi bilan sharlab berishdi qo'liga. O'yinchoqlar tanlashga o'tib ketdik qizimga. Mazza xursand bo'lib, har xil o'yinchoqlarni tanladi. Hamma narsa bor ekan, o'zi ham ko'rsanglar bo'ladi. Magazinni kattaligini ko'rsanglar qizlar, hamma narsa bor. Wow. Voy nevarali bo'laman yaqinda deb sarpi yig'ib yurgan onajonlar, mashki kelsanglar bormi? Hamma narsasini mazza qilib bitta joydan olib ketasizlar. Pamperslarni har xil turdan son-sanog'i yo'q. Raddom sumka yig'ayotganlar uchun raddom sumkalarigacha bor ekan. Siz ajratayotgan bo'lsangiz, bizga yetkiza olmayapmiz. Bizga semeslardan gapiring. Qanaqa semeslar yaxshi desanglar agar farzandligiga agar semes tanlashda qiynalayotgan bo'lsanglar, burada pediatr xizmati ham bor. Albatta o'zingizlarning farzandligiga mos kelgan semeslarni sizlarga tanlab berishadi. Semeslarni pediatrlar bilan ovoldingiz. Endi butulkalarni ham bu yerdan topsangiz bo'ladi. Emishdan, semeslardan chiqargan bo'lsangiz, bu yerda har xil kashalarni ham topsangiz bo'ladi. Men o'zim tanlayman dedim. Qizim sekin o'z yeydigan kashani, "Oyi, men mandan yeyman-ku, shuni ham bilmaysizmi?" deb qo'limga olib berdi. Magazinda hamma narsa bor ekan. Oyi endi men opalar bilan xayrlashib, qolganlarga ham adres tushuntiring deb qoldi. To'ti bolalar uchun magazinni sizlarga полный обзорni qilib oldim. Endi sizlarga hozir lokatsiyasini tushuntiraman. Lokatsiyasi juda ham удобный joyda ekan. Chilonzorda yashaydiganlar uchun juda ham удобный. Hozir sizlarga to'liq tushuntiraman. Oqtepa Krudan kelganingizda Hightech masjiddan o'tib, svetoforga yetmasdan ko'rsanglar bo'ladi. Svetofordan keyin Oasis savdo markazi bor. Sizlar u yoqqa emas, svetoforning bu yoq tomonida, imенно domni tagida To'ti bolalar magazinini ko'rsanglar bo'ladi. Yana ham to'liqroq ma'lumotlarni bilmoqchi bo'lsangiz, video tagida отметка qilib qo'ygan profilimdan kirib ko'rsanglar bo'ladi. Videoni Chilonzorda yashaydigan tanishingizni tashlab qo'yib, like va podpiska bosib qo'ysanglar xursand bo'lardim.